Assalomu alaykum, kanalimiz obunachilari. Bugungi rolikimiz 4-dahada 2-qavatda 3 kanal joy chiqdi. Hurmatli obunachilar, bir chetdan tanishib o'tamiz. Bu yerimiz Olimpiya stadion. Hurmatli obunachilar, Daritalam yetaverasiz. Raycenter bozor ham, Hamkorbank ham, Dekkan bozor ham. Bu yerimiz Avtodorojli kollej, hamma o'ja qulay. Hurmatli obunachilar, bir chetdan tanishib o'tamiz. 4-dahadan so'ragan obunachilarimiz uchun 3 kanalli 2-qavatda chotki mestada. Hurmatli obunachilar, remontdan chiqqan kvartira. Qani yetkazsa bir chetdan tanishib o'tamiz. Transportdan vahshiy muammo yo'q bu yerda. Ko'p odam biladi bu yerni. Mesta umuman gap bo'lishi mumkin emas. Qani ketdik. Bismillah. Hurmatli obunachilar, 2-qavatga yetib keldik. Eshiklarimiz MDF eshik ekan. Hamma o'ja qulay. 3 xonali zal spalni. Giraverish yerimiz prixoshga fondan chiqqan. Hamma o'ja qulay qilib qo'ydilar. Yerimizda setki eshik ham qo'yganlar, ehtimol qarshi umumanliklar tayyor. Xiva eshiklari qo'yilgan ekan. Yerimiz spalni joyimiz, detskida sezam bo'ladi, spalnida sezam bo'ladi. 3-4 xonali bo'ladi. Xiva oynalari taxtasi ham zalus pardalar qo'yilgan. Ro'zi svit beribdilar. Biz balanın xonasi bo'lsa ham bo'laveradi. Bu yerimiz xalasangiz zal qiling. Zal qilgan bu yaxshiroq. Xalasangiz spalni qiling. Salatoy sveti urilgan, sapajoklar polni kraschilangan. Zalus pardalar qo'yilgan. Har ehtimol qarshi pesh ham bor. Kaminli pesh. Hurmatli obunachilar, 4-dahada 2-qavatda 4 qavatli binoni 2-qavatida 3 xonali joy. Xonalar alohida hojatxona, sanuzel, oshxonasi, balkoni, hamma narsasi oddenniy. Bu yerimiz zal qismimiz. Mening zalimiz. Zallarimiz standart 3,5 5,5 bo'ladi. Fondan chiqib turibdi, bu yerimiz zalus pardalar qo'yilgan. Gilamlar yangi, zalus pardalar yangi, vitoy texnikalar yangi ekan, hurmatli obunachilar. 3 xonali joy. Bu yerimiz ham bir qo'shga ham keng. Giraverish xotimiz. Yani bir narsani kuzatib o'tmabmiz. Bu yerga zamonaviy otopleniya qo'yiladi, elektronli do'kontirni turbalari, polnisti, uning radiatorlari olinib turibdi. Shuning ichida qo'yib beriladi. Narxini keladigan bo'lsak, vaqti zo'r narx. Berimiz hojatxonamiz dizinada chekini. Devorimiz plastik, polimiz kafe. Xiva eshiklari, elektron demaxotlar ham bor. Berimiz sanuzel vanna. Polnisida patolog kafe, patologimiz plastik. Berimiz o'zi aslında oshxona 2,5-2. Bera kotyolni qo'yib beraman dedi, o'ng'aylatib dedi. Zamonaviy kotyolni. Oshxonani balkona ko'chirganlar. 2/6. Polnisi kuxonniy naborlar toza, yangi, bular ham simstillar ham toza, yana ko'rishingiz mumkin. Yaldirab turibdi. Yangi qo'yilgan. Gaz plitamiz ham yangi, ishlatilmagan. Demaxotimiz ham, vitishimiz ham yangi, hatto razvedkalar ham qo'yilgan. 2/6 balkon. Zalus pardalar qo'yilgan. Eng qiziqli yeri narxi. Narxini keladigan bo'lsak 450 million so'm. Hurmatli obunachilar, 3 xonali 2-qavatda 4-dahada 4-mikrorayondan so'ragan obunachilarimiz uchun zo'r variant. To'g'ri kelishib olaverasizlar, xudo xolasa. Kadastr hujjatlari tayyor. To'g'ri notarsda pulingizni to'layverasiz. Rasxot yo'q umuman. To'g'ri kelib yasash kerak. Gilamlar döşalgan, pardalar qo'yilgan, katyollari qo'yiladi 100%. Menimcha 4-mikrorayon biladanmi ko'p odam. 3 maktab, 3 bog'cha bor. 19 chiplab turibdi. Bir minutdan bir onu o'tadi kamida. Avtobus deysizmi, Damas deysizmi? Suroshni kelib olinglar. Chiqqandan deri sotiladi avval xudo.
Sizlarga yaxshi uylarni tavsiya etamiz. Xudo xolasa hurmatli obunachilar. Bizning kanallarimiz Instagram, TikTok, Telegram, YouTube'da yetadi. Fayzli, xayrli, ibratli, omadli. Agarda joyingizda reklama qildirajak bo'lsangiz, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Ekrandagi nomerlarga qo'llangancha yordam etamiz. Hurmatli obunachilar, keyingi roliklarda görüşünce deymiz. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Podpisatsiya qilmanglar, podpisatsiya qilsin, like bosing. Salomat bo'ling.